farzandlar tarbiyasidan. Ota o'ta muloyim bo'lib olishi bor yoki o'ta qattiq qo'l bo'lib olishi bor. Ikkalasi ham oson. Muloyim bo'lasiz, nima desa xo'p deyorasiz. Farzand itoat qilmasa ham xo'p deyorasiz. Ayolingiz gap qaytarsa ham xo'p deyorasiz. Bu oson. Yoki buni aksi. Qo'pol bo'lib olasiz, dag'al bo'lib olasiz, qattiq qo'l bo'lib olasiz. So'kaverasiz, urishaverasiz. Bu ham oson. Endi qiyini shu ikkalasini o'rtasini ushlash. Mo'tadil yo'lni ushlash. Demak, bir vaqtda o'zida ota ham yumshoq bo'lsin, ham talabchan bo'lsin. Ham oilasi uni yaxshi ko'rsin, ham haybatlanib tursin. Mo'tadil yo'lni ushladingiz, aytilgandek sizga bog'liq bo'lgan tarbiyani qildingiz, sababni qildingiz. Shunda ham nima deysiz? Endi meni bolam aniq zo'r odam bo'ladi deysizmi? Nima deysiz? Allohdan deysiz.